Matyoqub bobosidan qolgan tomorqani chopib qilar ekan, ketmoni taq etib nimagadir tegdi. Qarasa, eski moychiroq. Shoshib uni choponi bilan artdi, qo'llari bilan ishqaladi. Chiroqdan avval tutun orasidan esa jin chiqib keldi. Yo qudratingdan, sen o'sha tilaklarni bajo keltiruvchi jinmisan? Ha, men o'sha jinman, dedi jin. Tilagingni, ammo yaxshilab o'yla. Hamma uchun foydali 3 ta tilak ayt. Bajo keltirish mendan. Jinning aql o'rgatishidan ensasi qotgan Matyoqub, "A bo'ldi, ko'p gapirma, o'zim bilaman. Menga 150 rubl keltir." Jin ajablanib so'radi. "Kattaroq joyda o'qimoqchimisan? Qanaqa o'qish? Uylanishim kerak. 150 rubl ber, tamom. Seni anchagacha bezovta qilmayman", dedi endi o'dag'aylab. "Ha, mayli. Mana o'sha so'ragan puling", dedi-yu jin chiroq ichiga kirib ketdi. Matyoqub 1000 kishilik dasturxon yozdi, uylandi. Matyoqub tog'a eski chirog'ini yana ishqaladi. Jin yana chiqdi. "Tilashdan oldin aytchi, o'zing o'qimaganingga yarasha farzandingni o'qitarsan? Qanaqa o'qish? O'g'lim to'ychiboyni uylantirishga 150 ming so'm kupon ber, vassalom." Jin esa uf tortib, "Mana ol", deb chiroq ichiga qaytib kirdi. To'ychibekning to'yi ham mahallada shov-shuv bilan o'tdi. Matyoqub yana chiroqni ishqalab, jinni chiqardi. "Ey Matyoqub, bitta tilaging qoldi. Havoga sovurma", yolvordi u. "Sen nimani ham bilarding? Endi menga 500 million so'm ber", deb qoldi Matyoqub ota. Nega buncha ko'p? Qimorda yutqazib qo'ydingmi?" So'rama. Yana o'sha to'y. Urf odati ko'p-da buni. Fotihasi bor, love story'si bor. Qiz yig'in, kuyov ko'rdi, kelin ko'rdi, quda tanishdi. Bularni o'zi bo'ladimi?" Matyoqub nabirasi Shohjahonni dabdabali to'yini qasra qusur qilib o'tkazdi. Bobo bo'lgan Matyoqub ota evara-chevarali bo'ldi. Yana chiroqni ishqaladi. "Hoy chol, tilaklaring tugagan. Nima, yana to'y qilmoqchimisan?" deb jin chiroqdan chiqib keldi. "Seni 7-ajdoding Abdurahmon ham, 5-ajdoding To'ychi polvon ham, bobong Matqurbon ham, sen ham bir go'r ekansan. Birontang ilm so'ramading, tinchlik, sog'lik so'ramading. Endi pul kerak bo'lsa, to'ylarda dasturxon yozib yedirib ichirgan odamlardan so'ra. Meni umuman bezovta qilma. Meni ham bir iltimosim bor. Chiroqni avlodlaringga qoldira ko'rma, sindirib o'tda yoqib suvda cho'ktir", dedi-yu chiroq ichiga kirib ketdi.